Yana nimani aytayapti-ku? Elektr energiyaga to'lov bo'lgani yo'q. Yer solig'i hamda mulk solig'idan 3 yilga ozod bo'lasiz. Aka, bu 2024-ku. Haligini qani, haligi? Mana hozir changlar turibdi, unga e'tibor bermaysizlar. Soni 36 dan 72 ta. Assalomu alaykum. Bugun Farg'ona shahar Sadmin savxozida biz hozir o'tgan yili 10 oy oldin bir xonadonimizga 20 kilovatdan 40 kilovat quyosh paneli qo'yib berganmiz. Hozir shu quyosh panellarining ishlash jarayonlarini bir qator kuzatgani keldik. Sizlarga shu haqida batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Ketdik. Ko'rib turganlaringdek, bu xonadonga 20 kilovatdan 40 kilovatlik quyosh panelini o'rnatib berganmiz. Bu obyektga o'rnatilganimizga 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'lganligi sababli biz kelib bir qator joyni ko'rib, monitoring ko'rib, ishlash jarayonlarini bir qator ko'rib ketyapmiz. Shu o'rnatilgan quyosh panellarimizni sizlarga tanishtirmoqchi biz. Xo'p, hozir mana bular hammasi 31 gradusga yotqizilgan. Mana krepleniyalardan, bunaqa krepleniyalardan foydalanilgan. Ya'ni bular mustahkam, shamolga qarshi. Mana o'rtalari ham ochilgan, qo'lim sig'adi. Xo'p, lonji panellaridan foydalanganmiz bu yerda. Hozirgi kunda nima yutug'i desalaring, bu xonadonga o'rnatilgan quyosh panellari stansiyasini 20 kilovatdan 2 ta, ya'ni 40 kilovat jami bo'lib, 20 kilovat xonadonda ehtiyojidan ortib, o'ziga daromad ham keltiryapti. Bundan tashqari xonadonimizda elektromobillari ham bor. Uni ham ya'ni zaryadlashga yetyapti bemalol. Hozirgi kunda mana quyosh panellarimiz, o'rnatilgan quyosh panellarimiz 20 kilovatga 36 dona quyosh paneli o'rnatganmiz. Ya'ni 560 vattlik. Xo'p, bularda shu yuqorida aytib o'tilgandek 31 gradusga joylashtirganmiz. 31 gradus hozirgi Farg'ona territoriyasiga eng yaxshi, qulay ya'ni gradus bo'ladi. Bu gradusda 1 yil davomida eng optimal, ya'ni yaxshi kuchlanishda, ya'ni sizga quvvat berib boradi. Yana joy qilib ketganmiz. Mana keyinchalikda quyosh paneli o'rnatish uchun qo'shimcha yana kelajakda mijozimiz tomonidan talabi bor, yana qo'yib berishimiz mumkin. Xo'p, mana ko'rib o'tgan bo'lsalaringiz, shamolni hisobini olganmiz. Shamolni hisobini olib joylashtirganmiz. Bundan tashqari quyosh chiqishini ham hisobga olganmiz. Bu yerda hozir janubga qarab, bittasi sharqqa qarab o'rnatilgan. Shunday bo'lishiga qaramasdan ham uyda hozir quyosh panel stansiyasi effektivni ishlab boryapti. Xo'p, hozirgi kunda bu yerga o'rnatilgan quyosh panellar soni 72 ta jami, ya'ni 36 tadan 36 tasi 20 kilovat, yana bitta 36 tasi 20 kilovat bo'ladi. Ikkita stansiyamiz jami 40 kilovat bo'lardi. Bularga shu sizlarga tavsiya qilib o'tilgan servisimiz, ya'ni Solix kompaniyasining 20 kilovatlik 3 fazali invertorlarini o'rnatganmiz. Hozir bo'lmasam sizlarga o'rnatilgan invertorlarda joyini, shuningdek telefoniga o'rnatilgan ilovalarni har birini tushuntirib o'taman. Hozirgi kunda qanday foyda keltiryapti, necha kilovat chiqargan, qancha davlatga sotganligi to'g'risida real vaqt rejimida sizlarga ma'lumot berib o'taman. Ketdik. Mana hurmatli kuzatuvchilar, Solix kompaniyasining ilovasiga kirib ko'rsataman sizlarga quyosh panellarini chiqarishlarini. Mana hozir Xo'p, mana 2024-yil iyun oyida o'rnatilgan. Shu bilan mana eng pik chiqqan payti mana 3334 kilovat chiqargan. Ya'ni bir oyda bu degani 1000 so'mdan bo'lsa 3.334.000 pul degani. Xo'p, bir yil mana 2024-yilda o'zida 14 megavat, 14,5 megavat chiqargan. Ya'ni 14500 kilovat chiqaryapti. Ana 2025-yilda yana 5862 kilovat chiqargan. Bu degani 1000 so'mdan bo'lsa 5.862.000 degan pul. Ya'ni hozir 24-25 ta 10 oyligini hisobga oladigan bo'lsak, 1 yil to'lmagan. Shunda ham mijozimizga, ya'ni bu o'rnatilgan 20 kilovatli stansiya 20 milliondan ortiq daromad keltirgan xonadoniga.
20 kW quyosh paneli stansiyamizga Solix kompaniyasini invertorlarini qo'yganmiz. Solix kompaniyasini ishlatishimizga asosiy sabab garantiyasi bor, servisi bor. Ya'ni 5 yil garantiya servis beradi. Sizlarga ko'rsatib o'taman. Kelavering baqa. Hozir mana yomg'irdan to'sib nima qilib qo'yganmiz. Mana normal holatda ishlab turibdi. Xo'p, kabellarni ham shu 1/6 kabellardan ishlatganmiz. Bunda quyoshga ya'ni issiqqa chidamlik ikkita izolyatsiyali kabellar ishlatilgan. Wi-Fi tarmog'iga ulaganmiz. Wi-Fi ulangan. Bu Wi-Fi ulash orqali biz bu invertorda ishlash jarayonini kuzatib turamiz. Ya'ni bizni kompaniyamizga, ya'ni bizni notebookimizga o'zimiz kompyuterimizga ulaganmiz. Buni ishlash jarayonini biz kuzatib turamiz. Ya'ni bu invertor orqali qanaqadir muammo chiqqan bo'lsa, biz masofaviy kuzatib boramiz. Masofaviy kuzatish orqali muammo chiqsa, qanaqadir masala chiqib qolsa, buni masofaviy holatda sozlab berishimiz mumkin bo'ladi. Bemalol shu invertorni tavsiya qilaman. Sizlar ham shundan foydalanishlaring mumkin. Bu boshqa yana boshqa videolarimizda aytib o'tib ketganmiz. Bu invertorimizni ustunlik taraflarini, ya'ni 90 voltda ham, 290 voltda ham ishlayveradi. Shu diapazonda bemalol sizga muammosiz ishlab beradi. Hurmatli mijozlar, agar sizlarda shunaqa quyosh panel stansiyalariga qiziqish bo'lsa, daromad olishni xohlasalaring hamda tekin energiyadan foydalanishni xohlasalaringiz, bizga murojaat qilinglar. Quyidagi raqamlarga murojaat qilinglar. Sahifamizga obuna bo'linglar. Shu orqali sizlarga bu quyosh stansiyasi qanchaga tushadi, qanaqa yana effekt, ya'ni sizga daromad keltiradi, batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Sahifamizga obuna bo'ling, bizni kuzatib boringlar. Eng qiziqarli, eng foydali ma'lumotlar biz sahifamizda.